do'stlar, yana sizlar bilan birgaman biologiya o'yinlarimizni ozgincha ko'paytirib olamiz. Bugun bahorasi 17-iyun va 17-iyun kuni 7-qoidani o'rganamiz. Evolyutsiya sintetik nazariyasining 7-qoidasi evolyutsiya asta-sekin va uzoq davom etadigan jarayondir. Biologiya haqiqatan hayot haqidagi fan hisoblanadi va e'tibor beryapsiz. Haqiqiy evolyutsiya uzoq davom etadi va asta-sekin degan. Bizni ham hayotimizdagi qandaydir bir yuksak darajadagi muhim bo'lgan maqsadlarimizga asta-sekin va ma'lum bir vaqt talab qiladi erishimiz uchun. Ozmuncha vaqt ichida yoki juda tez erishilgan vaqt mana shu ko'pchilik aytadi, tez yonganingiz ham bir tushuncha. Nima evolyutsiya asta-sekin uzoq davom etadi. Ilm olishning zararli